Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan o'tgan darsimiz davomi o'quv qo'llanmamizdan 57-bitdan davom ettiramiz. Iqra kulla jumlatin minal jumalil atiyati. Kelayotgan jumlalardan barcha jumlalarni o'qigin. Thumma qra'ha marratan ukhra ba'da taghyiril munada kama huwa muwaddahun fil misali. So'ngra misolda aniq berilganidek munodoni o'zgartirgandan keyin yana bir marta o'qing. Misalun ayna qalamuka ya abi. Qalamingiz qayerda ey ota? Ayna qalamuki ya ummi. Qalamingiz qayerda ey ona? Bu yerda demak o'sha muzakkar so'zlarni, muannas so'zlarni ishlatilishini mashq qilamiz. Indaka qalamun ya Muhammadu. Senda qalam bormi ey Muhammad? Indaki qalamun ya Aminatu. Senda qalam bormi ey Omina? Ayna baytuka ya ustazi. Uyingiz qayerda ey ustoz? Ayna baytuki ya ustazati. Uyingiz qayerda ey ustoza? Ahadha daftaru laka ya Aliyu. Mana bu daftar senikimi ey Ali? Ahadha daftaru laki ya Fatimatu. Mana bu daftar senikimi ey Fatima? Min ayna anta ya akhi? Siz qayerdansiz ey og'ayni, ey birodar? Min ayna anti ya ukhti? Siz qayerdansiz ey singlim? Ayna abuka ya Kholidu. Otang qayerda ey Xolid? Ayna abuki ya Khadijatu. Otang qayerda ey Xadija? A anta maridun ya Xoli. Siz kasalmisiz ey tog'a? A anti maridatun ya Xolati. Siz kasalmisiz ey xola? Ayna baytuka ya ammi. Uyingiz qayerda ey amaki? Ayna baytuki ya ammati. Uyingiz qayerda ey amma? Alaka akhun ya Hamidu. Sening akang bormi ey Hamid? Alaki akhun ya Suadu. Sening akang bormi ey Suad? Bu yerda Suad qiz bolalarga qo'yiladigan ism hisoblanadi. O'shaning uchun alaki akhun ya Suadu. Sening bormi ey Suad dedik. Mada indaka ya akhi? Senda nima bor ey aka? Mada indiki ya ukhti? Senda nima bor ey singlim? Assalomu alayka ya abi. Sizga salom bo'lsin ey ota. Assalomu alayki ya ummi. Sizga salom bo'lsin ey ona. Demak, mana shu yergacha o'qiganlarimizni yaxshilab o'zlashtirib olamiz.